farzandga qancha go'zal hayot qilib bersangiz, shu farzand ertaga qiynalishni boshlaydi. Nimaga? Chunki unda qiynalib topish degan narsa yo'q. Hamma narsani siz evazsiz bergansiz. O'shaning uchun farzandga berayotganda evazsiz bermaslik kerak. Ada uni olib bering deydi, misol uchun. 5 yosh, 6 yoshdan keyingi farzand tarbiyasini aytyapman. Undan pastdagilar yosh o'zi. 5 yosh, 6 yoshdan tepasi, yuqorisidagi bolalar ada uni olib bering deydi. Nimaga olib beraman? Nima o'qiding? Bir matematika o'qidingmi? Boshqa bir ilmlarni o'qidingmi? Nima o'qiding? Yoki nimaga harakat qildingki, men senga olib beraman? Hayotda hamma narsa sen xohlaganda bo'lmaydi deb o'rgatish kerak bolaga. Agarda uni xohlagan narsasini olib bersangiz, ertaga har xil hayot bor. Bir kun ketadi, bir kun keladi mol dunyo. Ketib qolsa, u bola qiyin ahvolga tushadi va sizni ham o'zini ham qiynaydi u bola. Chunki unda rasxod degan narsa bor, prixod degan narsa yo'q. Ya'ni topish, qiynalib topish degan narsa yo'q. Sarflash degan narsa bor. Shuning uchun sarflaydi bos bu. Bola qiynalish kerak. Bola 17-18 yoshgacha qiyinchilik nimaligini ko'rish kerak. Kuchi bilan pul topib ko'rish kerak u bola. O'zini kuchi bilan 1-2 so'm bo'lsa ham topish kerakki, oson emas ekan. Topish oson emas ekan, demak shunga qarab men sarflayman degan tushuncha paydo bo'ladi unda. Xullas, bolaga qanchalik go'zal sharoit qilib bersa, u bola yosh kattaligida qiynalaveradi. Boy kambag'alligi to'g'ri insonning qo'lida emas. Bu boy ham bo'lib ketishi mumkin. Shunchaki insonlar bilan bo'ladigan aloqalarda, inson bilan bo'ladigan muomalalarda, o'zini tutishda, tarbiyasida, xulqida qiyinchiligi duchor bo'ladi u bola. Shuning uchun bolani qiyinchiligiga o'rgatish eng to'g'ri yo'l. To'g'ri, xohlamaydi, ota-ona sevadi bolasini, yaxshi ko'radi. Agar haqiqatdan ham yaxshi ko'rsa, aqli bilan yaxshi ko'rsa, qiyinchilikni o'rgatsin u bolaga. Bo'lmasa farzandiga ham, o'ziga ham zulm qilib qo'yadi u. Ko'proq o'g'il farzandliga aloqador mavzuda endi bu.